Arab tilida fe'l mavzusi. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh hammaga. Sizlar bilan yana Doniyor Toshqandek. Ana o'sha fe'l mavzusi. Hamma qiyin deb o'ylagan, o'sha o'rganib bo'lmaydigan, har doim hattoki darajamiz yuqori bo'lganda ham bizni xato qiladigan o'sha fe'l mavzusini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqqanda ham shunday sizlarga aytib bermayman uni. Biram sizlarga fe'l mavzusini qanaqa ishlatishni va kelgusi arab tilini o'rganishligingizda qanaqa qilib fe'llarni yodlashinglarni hammasini o'rgatib ketaman. Va bu darsdan keyin arab tiliga bo'lgan fikrlar albatta o'zgaradi. Bizdan uzoqlashmanglar. Fe'l mavzusi hammaning eng og'riqli joyi bo'lsa kerak shu arab tilida fe'llar. To'g'ri, o'zim ham boshida juda ham ko'p qiynalganman fe'llarni yodlashda. To'g'ri, mana shunaqa 3-shaxsdan boshlab tepaga qator qilib yodlab ketardim. Ko'pincha esdan chiqib ketardi. Lekin bir uslub o'rganib oldim. Fe'llarni o'sha uslub, o'sha jadval bo'yicha yodlashni boshladim va qanaqadir tez yodlashni boshladim. Keyin hech fe'llarni qo'llayotganda adashishlik doim muammo bo'lardi. Muannas o'rniga muzakkar, 3-shaxs o'rniga 1-shaxs qo'yganimni bilmay o'shaqa muammolardan qutuldim. Shundan keyin tushunarli. Kataba fe'li. Kataba fe'li yozdi degani, yozish emas. Yozdi degani ko'pchilik xato tarjima qilishadi. Kataba deydi, bu yozish yo'q. Kataba u yozdi degani. Demak, kataba u yozdi degan ekanda. Biz yozish deb o'rganganmiz. Demak, biz xato o'rganyapmiz. Nima uchun u yozdi? Nima uchun men yozdim emas? Sen yozding emas? Nima uchun? Infinitiv degan narsa bor. Infinitiv nima desanglar, rus tilida ham o'zbek tilida ham bor deb bunaqa narsa. Ya'ni so'zni boshlang'ich kelib chiqish shakli. Mana shuni infinitiv deydi. Arab tilining boshlang'ich, ya'ni so'zlarning boshlang'ich kelib chiqishi 3-shaxs muzakkardan kelib chiqadi. Bu qanaqa bo'ladi desanglar, hozir sizlarga tushuntirib beraman. Demak, kataba u yozdi degani, unda yozish degani nima degani? O'zbek tilida fe'llar bilmadim, lekin arab tilida, ya'ni o'zbek tili grammatikasini bilmayman, lekin arab tili grammatikasini aytadigan bo'lsak, infinitiv degan narsa bor arab tilida. Boshqa tillarda ham bor bu narsa. Infinitiv degani bir so'zni yoki fe'lni boshlang'ich shakli. Qayerdan boshlanadi fe'l? Misol uchun, biror bir fe'lni ayt deganda qaysi holatini aytamiz, qaysi formasini aytamiz degan savollar bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu savolga javob. Arab tilida fe'lni boshlang'ich shakli 3-shaxs muzakkardan kelib chiqadi, ya'ni huvadan kelib chiqadi. U yozdi, u o'qidi, u yedi. Mana shu fe'llarimiz arab tilida fe'lni boshlang'ich shakli bo'ladi. Misol uchun, biror bir fe'lni ayt deganda, misol uchun yozish fe'lini ayt deganda kataba deyishadi ko'pchilik. To'g'ri, biz yozish deganda o'zimizga tenglashtiramiz, chunki yozish o'zimizda infinitiv, arab tilida ham xuddi shu, lekin daslovno, ya'ni bilan so'zlar bilan tarjima qiladigan bo'lsak, kataba yozdi degani, yozish degani emas. Yozish kitabatun. Fe'llarni o'rganishimizda yoki bo'lsam domirlarni o'rganishimizda mana shu tablitsa juda ham ko'p qo'l keladi sizlarga. Xo'p, kelinglar. Boya aytib o'tganimizdek, klassik janrda fe'llar 3-shaxsdan boshlanib, 3-shaxsdan ko'pincha talabalarga o'rgatiladi. 3-shaxsi tuzilishadi. Lekin zamonaviy arab tilida shuni sezdimki, endi klassikda to'g'ri kitoblar tarjima qilinganda sizlar ko'proq 3-shaxsga e'tibor berasiz, chunki kitobda xitob bo'lmaydi, sizga qarab gapirilmaydi kitobda. 3-shaxsdan tarjima qilinadi, 3-shaxsdan tushuniladi klassik janrda. Lekin siz zamonaviy arab tilini o'rganyapsizmi? Bu degani siz zamonaviy uslubda o'rganishingiz kerak degani. Va zamonaviy uslubda siz o'zingiz ko'proq gapirasiz va shuning uchun 1-shaxs, ya'ni men ko'proq, men, sen shuni ko'proq ishlatasizlar. Undan eng kamrog'ida u, ya'ni 3-shaxsni kamroq holatda ishlatasizlar. Bu tablitsani nimaga chizaman va nimaga? Talabalarda shunaqa holat bo'lyapti, kataba deyishyapti, yozdi, to'g'rimi? Endi men yozdim desam, ya'ni ular speakingni boshlab, sekin-sekin so'zlardan jumla tuzishni boshlaganda o'ylashyapti. Kataba. Adashib ketyapti, yana orqaga o'tadi. Kataba. Demak, zamonaviy tilda 1-shaxsga urg'u berish kerak. Yana kataba. Har doim kataba. Kataba Zaydun, daraba Zaydun Amron, qatala Zaydun Amron. Amr bechara u bir o'ladi, bir kalta yedi, o'zi ham bechara o'lib ketdi. Har doim Zaydun kataba yana qara. Bu uchun mana shunaqa fe'llarni doim grammatikani o'rganayotganimizda shu fe'llarni qo'lga zerikib ketmaydi, zerikib ketmadinglarmi shu fe'llardan?
Sizlar ham shunaqa o'ylagan bo'lsangiz kerak. Savol tug'ilgan. Nima uchun doim kataba fe'li? Nima uchun doim daraba fe'li? Daraba. Nima uchun doim mana shu fe'llarni so'zlashadi? Xo'p, bunga javob har xil javoblar bor. Nima uchun Zaydun? Nega boshqa ismlar ham bor? Usama, Hamzatun degan ismlar bor arab tilida. Lekin nima uchun aynan Zaydun ismi tanlangan? Shu haqida biroz gapirib o'taman. Birinchidan Zaydunning harflari juda ham qisqa va tilga oson keladi. Hech qanday mahrajga qiyin joylar yo'q, hech qaysi tilga ham. Zaydun. Tez yoziladi ham, yozilishi ham oson. Va kataba fe'li eng ko'p ishlatiladigan fe'llardan, ayniqsa talab ilm kiryapti shu sohaga, u ko'p yozadi. Shuning uchun ham kataba nima? Ko'p qo'llaniladigan fe'l hisoblanadi. Katab tuga kelish uchun nechtadir fe'llarni etib keyin kelyapti. Chunki nima? O'sha ketma-ketlikda yodlab kelgan. Va bu holatda talabalar ko'pincha adashyapti va juda ham noqulayliklar tuydiryapti. Mana shu tablitsa orqali sizlarga qanaqa qilib tuzlash kerakligini tushuntirib ketaman. Xo'p. Endi bu jadvalni tuzishdan maqsad nima? Klassik janrda arab tilini o'rganuvchilar qanaqa o'rganishadi? Arab tilini ko'proq 3-shaxsdan, ya'ni kitoblarni tarjima qilganda 3-shaxsdan tarjima qilishadi. Ularga bu udobni, ya'ni juda ham qulay. Chunki ishlari ko'proq 3-shaxsga tushadi. Lekin zamonaviy arab tilini o'rganuvchi ko'proq men va senga ko'proq e'tibor berish kerak. Uga e'tibor berganman. Ya'ni men, sen uni bilasizlar. Men birinchi shaxs, sen ikkinchi shaxs, u uchinchi shaxs haqida gap ketyapti. Ya'ni uchinchi shaxsga zamonaviyda kamroq e'tibor beriladi. Chunki sizlar gaplashib o'rganasizlar, ko'proq o'zingizlar haqida gapirishni boshlaysizlar. Biror bir Saudiyaga misol uchun borib qoldinglar deylik. U nima qilyapti deb, Zayd yozyaptimi deb, yoki bo'lmasa Zayd qayerda? Zayd yozyaptimi? Zayd amirni urdimi deb hech kim sizga savol bermaydi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Siz haqingizda so'raladi. Kimsan, qayerdansan, nima ish qilasan? Shu haqida so'raladi. Demak, siz o'zingizni bilishingiz kerak. Ya'ni birinchi shaxs siz uchun zamonaviy arab tilini o'rganayotgan inson uchun birinchi o'rinda bo'ladi. Xo'p, demak, jadvalimizni boshlaymiz, fe'llar jadvalini. Xo'p, bir raqamida birlik son. Ikki raqamida ikkilik va k raqamida ko'plik so'zlarni qo'yib chiqamiz. Rim raqami bilan bu yoq tarafga qaralgan. Ko'rasizlar, bu yoq tarafga qarab ketyapti. Bu birinchi shaxs degani. Birinchi shaxs deganda men va biz bo'ladi. Va ikki rim harf bilan ikki turganda ikkinchi shaxs sen qiz bolaga nisbatan, siz ikkingiz, mana ikkilikka qo'yilganda va sizlar, erkak va ayollar. Uchinchi raqam rim harfi 3 turganda nimani tushunamiz? U ikkisi, u ayol, ular, u ayollar. Ya'ni mana shu eng pastki qator. Demak, katabani aytdikki, u yozdi. O'tgan zamon, kelajak zamon emas, buyruq shakli emas, o'tgan zamon haqida gap ketyapti. Demak, fe'llarni o'tgan zamondan boshlaymiz o'rganish. Kataba u yozdi degani. Demak, o'sha miya o'ylash kerak. U bo'lsa, bitta odam. Mana. Bu degani mana shu yerdan boshlayman degani. Mana shu yerdan boshlab. U demi? Demak, u uchinchi shaxsga olib kelaman degani. Bunday chizdim. Mana. U dedimmi, uchinchi shaxsga olib kelaman degani. Mana, uchinchi shaxs pastda. Uchinchi shaxs mana 3 dan boshlanyapti. Qayerda tutashyapti? Mana shu nuqtada tutashyapti. Demak, katabani mana shu yerga yozaman. Tarjimasi u yozdi, ya'ni nuqta mana shu yerga to'xtaldi. Mana shu yerdan yozishni boshlayotganman. Katabani mana shu yerga yozib oldik. Katabani mana shu yerga qo'yib oldik. Ko'rdinglar, kataba u yozdi degani, qanaqa topib olganimizni ko'rdinglar. Buni chizib, bunaqasiga chizdik, topib oldik. Endi men yozdim demoqchiman. Uni qanaqa topamiz? Men deyapmanmi, bitta odam, biz demayapman, bitta odam nazarda tutilyapti. Men demak birga chiziq chizaman. Mana birga chiziq chizdim. Birga. Endi men o'zimga qaratyapmanmi? Birinchi shaxs degani bu. Demak, bu yerga chiziq chizaman. Qayerda tutashyapti? Mana shu katakda tutashyapti. Mana shu men degan. Qanaqadir ish harakatini mana shu katakka qo'ysanglar, ya'ni menga tegishli bo'ladi. Tushunarlimi? Kataba fe'lini mana shu yerga ko'chirib qo'ydim. Nima o'zgarishlar kiritiladi? E'tibor beramiz. Katabaga plus sukun bilan t harfi dommasi bilan qo'shiladi. Mana shu formulasi. Va natijada nima kelib chiqadi desanglar? Katab tu.
ya'ni men yozdim bo'lib qoldi. Endi nima qo'shdik? Katabaga, mana katabaga tu qo'shdik. Tu ya'ni men ish harakatini bajardim o'tgan zamonda, shuni anglatar ekan. Katab tu. Xuddi shunaqa yozilishini ko'rasizlar. Bir xil, faqatgina mana bu t da nima farq? Katab ta, sen yozding degan ekan. Nima qilar ekanmiz? B ga sukun qo'ydik. Katab ta, sen yozding. Mana bu ta, sen anglatar ekan. Katab ti, sen qiz yozding. Katabti, anti katabti, sen qiz yozding. Tushunarlimi? Sen qiz yozding. Katabat, u ayol yozdi. 3-shaxsda ko'rasizlar, u ayol yozdi. Katabat, u ayol yozdi. Demak, sen yozding katabda darsi. Yo'q, katabda darsa. Darsa bo'ladimi, darsi bo'ladimi? Ko'rish kerak. Xullas, katabat tegi t ish harakatini bajaruvchi emas, muannaslikning alomati. Ta'u ta'nisi sakina deyiladi. Eslab qolamiz. Ta'u ta'nisi sakina. Hammasiga t qo'shib chiqdik. Ta. Endi katabadan tashqari hammasida ta bor. Birinchisida dommali men, fathali sen, kasrali sen qiz bolaga nisbatan, sukunli qiladigan bo'lsak, u ayolga nisbatan yozdi. Yozding qiz bolaga, yozding o'g'il bolaga, yozdim o'zimga. O'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi? Katabtu deydi, bir xil bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, katabtu men yozdim. Katabda sen yoz. Davom etamiz. Ikkilikka o'tamiz. Endi boshqa tillardan farqli o'laroq arab tilining ikkiligi bor. Boshqa tillarda ko'rmadim, lekin arab tilida ikkilik bor. Ya'ni bu degani arab tilida bitta, ikkita ko'p emas. 3tadan u yog'i уже ko'p hisoblanadi. Ya'ni bitta, ikkita ko'p emas, 3tadan u yog'i arab tilida ko'plik hisoblanadi. Shuni ikkilik ham bor. Xuddi shunaqa katabtu va ma qo'shilyapti. Katabtuma, siz ikkingiz yozdingiz o'tgan zamonda. Katabtuma e'tibor beramiz. Katabtuma, siz ikkingiz yozdingiz. Kataba, u ikkisi yozishdi. Kataba nima ekan? U ikkisi yozishdi. Katabata, nima ekan? U ikkisi faqatgina ayol kishilar yozishdi. U ikkita ayol kishi yozdi. Katabata. Katab na. Nima qo'shilyapti? Katabaga na qo'shilyapti. Na qo'shilganda mad bilan, alif mad bilan qo'shilyapti. Cho'zamiz. Katabna. Biz yozdik. Katab va sizlar yozdingiz. Katabtum. Nima qo'shilyapti? Mana bu yerda katabtuma. To'g'rimi? Mana bu yerda nimasi bor? Alifi bor. Lekin bu yerdan o'sha alifni olib tashlab, uni o'rniga sukun qo'yamiz. Katabtum. Katabtum. Va sizlar ayollar yozdingiz demoqchi bo'lsak, katabtunna, ikkita nun bo'ladi. Katabtunna, sizlar ayollar yozdingiz. Katabtun. Katabu, ular yozishdi. Katabu va u ayollar yozishdi demoqchi bo'lsak, katabna. Katabna biz yozdik ham katabna edi-yu. Bir xil ekanmi? Yo'q. E'tibor beringlar. Bu bilan buni farqi nimada? Tepadagida alif cho'ziq bor. Katabna cho'zamiz. Bu yerda esa katabna. Hech nimani cho'zmayapman. Katabna, xolos. Siz ham arab tilini yaxshi metodikalar bilan va oson o'rganmoqchimisiz? Arab tili o'zi juda ham oson til. Ingliz tiliga men ingliz tilini o'rganganman. To'g'ri, zo'r emasman u. Lekin ingliz tilidan ko'ra arab tilini osonroq deb bildim. Faqatgina to'g'ri uslubda o'rgansa bo'ldi. Sizlar bilan Doniyor Toshqandek darslarni, yanada ko'proq arab tiliga oid darslarni ko'rmoqchimisiz? Kommentariyaga qaysi mavzuda dars ko'rmoqchiligingizni yozib qoldiring va bizga podpiska bosib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Mana shu videolarga qo'yilayotgan likelar bizni kelgusi qo'yib borayotgan kontentlarimiz, darslarimizga bog'liq bo'ladi. Chunki sizlardan agar likelar kelmasa, bizni qo'llab-quvvatlamasangiz, biz bu ishlarimizdan to'xtatamiz. Odamlarga kerak yo'q ekan deb. Shuning uchun shunday like bosib qo'ying. Boshqalarga ham bu videolar yetib borsin. Shu ilm boshqalarga tarqalishida siz ham o'z hissangizni qo'shib bitta qizartirib qo'ying, mana yurishani. Sizlar bilan Doniyor Toshqandek bo'ldi. Arab tilida mutaxassis yoki bo'lmasam sifir sertifikatlarini yoki orqadan tanal sertifikatlarini olmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram va Instagramdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Darslar juda manfaatli. Podpiska bosib tursam, ko'rib turaman.